Assalomu alaykum Master Tom YouTube kuzatuvchilari. Namangan Navbahor shaharchasidagi loyiha asosida qurilgan yana bir obyektdamiz. Loyihasini ham ko'rib chiqdik, obyektni ham ko'rib chiqdik. Zo'r. Loyihadan 1 sm u yoqqa ham chiqib ketilmagan, bu yoqqa ham chiqib ketilmagan. Aynan bu uyni tom qismini Avazbek aka qilganlar. Okay, gap bo'lishi mumkin emas. Xursandmiz. Ko'p mas'uliyatni bo'yningizga olgan ekansiz. Bu yerda zo'r. Qanaqa xizmatlar bo'lgan aka? Bu yerda xizmatlarimiz tom qismlarni qilganmiz, orqa parapetlarni qilganmiz, loybosdi, stashkalari hammasini qilganmiz. Bu yerdan yechim qilib ketganmiz. Loyihadan chiqib ketilgan oldingi ustunlarda. Loyihalar chiqib ketishgan, biz o'zimiz o'shanga mos xos qilib chiroyli qilib berganmiz. Zo'r, cho'tki. Hop, naves qismiga ham e'tibor beradigan bo'lsa, aka, cho'tki. O'zingiz bafirja gapirib bering, aka. Naves qismimizga temirdan foydalanganmiz, ustilariga vasallarimizni qoqib, lombasini qilib berganmiz. Aka, shu o'rinda tepaga stashka dedingiz-a? Bino polni stashka? Tom qismi? Bu 2 etajli zdanamiz polni stashka foydalanishadi. Bu tomondagi 1 etajli joylarimiz polni lombos. Bu tomon lombos. Lombos qilingan. Demak, aka, ko'p kuturmaymiz-da. Asosiy binoni ustiga chiqaylik. Zo'r. Bu g'alati narsalar bor ekan-a? Bor. Sizlar oxirigacha kuzatib turinglar, tom haqiqatda ideal darajada chiqqan. Aka, ichi yaxshi bo'lganmi? Seni ko'rib bitta baho berasiz-da. Shokolad aka. Zo'r. Kuzatuvchilar ko'rishingiz mumkin. Tomni ustki qismidan ko'ra ichki qismi ideal. Bafirja ma'lumot beramiz aka? Beramiz albatta. Birinchisi aka, o'ng brus sasnadan ishlatilibdi aka. Nimaga bunaqa qaror kelgansiz? Misol ustundan teradan qilsa ham bo'ladi-ku? Yo'q, bu yerga tera umuman ishlatilmagan. Hammasi toza qarag'ay sasnadan foydalanganmiz. Ustunlarimiz o'ng brus, straplarimiz 15 ga 5 lik. 15 ga 5. Abrishotkalar ko'rinmay qoldi. O'ngga 2 lik. O'ngga 2 lik. Xo'p. Aka, bu nimaga tomga bunaqa portishga qo'yib tashlagansizlar? Tomimiz qorong'u bo'lib qolmasligi uchun 4 ta portishga qo'yganmiz bu tomonga. Oyna bo'ladi, xolos o'ziga. Ko'rinishidan ham bilsa bo'ladiki, akamiz tomni ichki qismidan ham unumli foydalanadi. Bemalol foydalansalar bo'laveradi. Zo'r, cho'tki. Endi minovatiga bitta kelaylik aka. Hop. Qarangda, ko'pchilik o'ylashi mumkin, kuzatuvchilarimiz orasida ham bor. Minovatani tunkani tagidan qo'ysa, tunkani chiritib yuboradi deydi. Endi chiriydimi endi bu? Yo'q, chirimaydi. Bunga yechim qilganmiz. Tunkamiz bilan, yo'q, sir emas. Tunkamiz bilan minovatamiz orasida 5 sm zazorimiz bor, sirkulyatsiya bo'lish uchun. Demak, havo aylanish uchun 5 sm qolgan. Shunaqa, ha. Bo'ldimi endi tom bitgani shumi? Yo'q, ozgina misol uchun apshipkalar bor. Apshipkalarni qilinsa 100% bitadi, xudo xolasa. Hop, endi qarangda aka, men ko'p narsani ko'ryapman, lekin bitta narsa e'tiborimni tortdi. Hop. Nimaga bruslarning tagida hammasi qora kraskalab qo'ygansizlar? Bular sabab bor. Bu yer stashkalarni ham qilib berilgan. Stashkamiz mana yog'ochimiz chirimasligi uchun polni saqichlab chiroyli qildirib berganmiz. Bu saqich, bu kraska emas. Yo'q, saqich emas. Hop, kuzatuvchilar kelishingiz mumkin. Sarroflar ham polni. Men bu kraska desam, bu saqich ekan. Zax aqabaqa o'tkazmaydi-da endi. Shunaqa. Kimdir misol uchun qora qog'oz qo'yadi. Biz mana saqichlab chiroyli qilib beramiz. Xo'p aka, bu asosiy binoning ustki qismi. Endi naves qismlarining ustiga chiqishga ham imkoniyat bor? Bor, albatta. Chiqamizmi? Chiqamiz, ko'rsatamiz. Izohlar qismida o'zingiz fikringizni yozib keting, yo'qsa like bosib qo'yasiz. Xonani ichidan naves qismga o'tish uchun eshik qoldirib ketishibdi. Eshik ham skromli, chiroyli. Oho. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu tomonga minovata qilinmagan-a? Yo'q, bu yerda foydalanilmaydi, shuning uchun qilinmagan. Bu faqat haliga ortiqcha keraksiz buyumlarni olib chiqib qo'yish uchun eshik ochilgan. Bu yerdan ham unumli foydalansa bo'ladi. Tepada qanaqa taxta ishlatilgan bo'lsa, pastga ham xuddi shunaqa ishlatilgan? Xuddi shundan. Yo'q, bu tomonga qanaqadir 3 kun. Hammasi bir xil olib kelingan. Hammasi bir xil rasmlardan. O'ta go'zal. Arkalarga ham e'tibor berasizlar, bruslariga ham. Mana bu yerda ham ko'rishingiz mumkin. Mana boyaginda abrish o'tgani o'ngga 2 ligidan aytiluvdi. Bu yerda mana yavni ko'rishingiz mumkin. 5 ga 15 straplar bilan. Ustunlar bilan qo'llik necha chiqqan o'zi aka? Qo'lligimiz 80 sm chiqqan. Qum suvog'i nasl solingan-a? Qum suvog'larni olib ketiladi har safar. Zo'r. Cho'tki gap bo'lishi mumkin emas. Instagram sahifamizda lombos yaxshimi yoki penolombos yaxshimi degan mazmunda kontent olganmiz, kirib ko'rishingiz mumkin. Ko'p joylardagi obyektlarimizda penolombos ham qilishgan, lombos ham qilishgan. Farqi yo'q. Mana bu galgi obyektimizda esa lombos qilishgan.
do'stlar bilan, oshna-og'aynilar bilan, qarindosh-urug'lar bilan maza qilib, hashar yo'li bilan lo'nbos qilishgan. Aka, gap yo'q. Sizlar ham bosh-qosh bo'lganmisizlar? Ha, o'zimiz bosh-qosh bo'lib. Gap yo'q. Tom ideal darajada. Agar sizga shunaqa tom yopish xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, butun O'zbekiston bo'ylab, nafaqat, balki qo'shni davlat Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istonlarga ham bemalol xizmat ko'rsatamiz. Premium sifatda sifatli podkruch tom yopish xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, Masir tomga murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat.